Assalomu alaykum musofirda yurgan vatandoshlar. Moskvadan prямо Toshkentga Sobrahimga qarab chiqib ketayotgan komfortabelniy денный avtobuslar mana ekranlarda ishonchli nomerlar bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Like, podpiska bosishni unutmanglar do'stlar. Avtovokzallardan avtovokzallarga prямо Sobrahimga qarab chiqib ketgan avtobusimiz. Aziz yurtdoshlar, Sankt-Peterburg viloyatida yurgan vatandoshlarimiz ham bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi. Har qanday savolinglar bo'lsa bemalol murojaat qilib o'zingizlarga kerakli informatsiyalarni olsangizlar bo'ladi aziz yurtdoshlar. Ekranlardan uzoqlashmanglar aziz yurtdoshlar. Kanalimizdan like, podpiska bosishni unutmanglar. Sizlar uchun har kuni chiroyli obzor qilib boshladik. Xudo xolasa mana Moskva, Toshkent, Toshkent, Moskva. Agarda kim Toshkentdan Moskvaga yoki Sankt-Peterburg viloyatiga keladigan bo'lsa ham bemalol ekrandagi bir tom mana O'zbekiston nomerlar hamda rossiy nomerlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi aziz yurtdoshlar.